Xayrli kun, mening ismim doktor Asif. Akor Super Specialty kasalxonasining minimal kirish va metabolik jarrohlik bo'limida katta maslahatchi bo'lib ishlayman. Bu yerda oxirgi 2 yildan buyon ishlab kelyapman. Undan tashqari, ko'plab boshqa shifoxonalarda faoliyat yuritganman. Biz bu yerda barcha operatsiyalarni amalga oshiramiz. Laparoskopik, bariatrik, barcha bariatrik hamda laparoskopik operatsiyalarni amalga oshiramiz. Men shaxsan o'zim 7000 dan ortiq laparoskopik operatsiyalarni amalga oshirganman. Taxminan 15 ta davlatdan kelgan bemorlarni davolaganman. Bu shifoxonaga kelishimdan oldin Delidagi ko'plab shifoxonalarda faoliyat yuritganman. Barcha laparoskopik operatsiyalarni bajarganman. Laparoskopik jarrohlik nima va u an'anaviy jarrohlikdan qanday farq qiladi? Laparoskopik jarrohlikda biz qorin bo'shlig'iga kichik bir kamera qirg'izamiz. Qorin bo'shlig'i kichkina qilib kesiladi, taxminan santimetrdan ham kichik bo'lishi mumkin. Biz qorin bo'shlig'iga kiramiz hamda jarrohlikni kichik kesiklar orqali kiritilgan asboblar yordamida yakunlaymiz. Ular 1 santimetrdan ham kichik bo'lishi mumkin. Shunday qilib, operatsiya uzun kesmalarsiz qilinadi. Jarrohlikdan so'ng bemorda kuchli og'riq kuzatiladimi? Laparoskopik jarrohlikda og'riq juda ham kam bo'ladi, an'anaviy jarrohlikka qaraganda. Chunki qorin bo'shlig'ida uncha katta bo'lmagan kesmalar bo'ladi. Qorin bo'shlig'ida kesmalar juda ham kichik bo'ladi va ular 4-5 kun ichida bitib ketadi. Shu tufayli og'riqlar juda ham kam bo'ladi. Jarrohlikdan so'ng bemor shifoxonada qolishi kerakmi? Umuman olganda 2 xil laparoskopik jarrohlik mavjud. Birinchisi bu asosiy umumiy laparoskopik jarrohlik. Bunga o't tufakni olib tashlash, appenditsit yoki grijani olib tashlash kiradi. Va ba'zi bir umumiy laparoskopik jarrohlikda o'sha kuniyoq ketishga ruxsat beriladi. Lekin ba'zi bir murakkab jarrohliklarni turiga qarab, bemor shifoxonada 1-2 kun qolishi kerak bo'ladi. Laparoskopik jarrohlikning muvaffaqiyat darajasi qanday bo'ladi? Ochiq jarrohlikka qaraganda ancha yuqori bo'ladi, chunki qorin bo'shlig'ida kesmalar juda ham kichkina, og'riqlar juda ham kam bo'ladi va tuzalib ketish ancha tez bo'ladi. Protseduradan so'ng bemor qanchada o'z ish faoliyatiga qaytishi mumkin? Yuqorida aytganimdek, operatsiyaning turiga qaraladi. Taxminan bemor operatsiyadan so'ng 1 haftalardan keyin o'z ish faoliyatini boshlasa bo'ladi. Bu protsedurada og'riqlar kam, qon ketish kam bo'ladi, kesmalar juda ham kichkina. Laparoskopik operatsiyaning foydasi ham aynan shunda deb o'ylayman.